Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli rishtonliklar. Hurmatli rishtonliklar, Kilolonda juda yangiliklar katta. Muslimxon bir Kilolonga kelib, Bek to'yxonasini obzor qilsangiz bo'lmaydi deyishdi. Tezlikda yetib keldim. Nimaga bu boshqacha chaqirishyapti desam, Bek to'yxonasi o'ta boshqa bo'lib ketdi. 2026 to'y qiladigan rishtonlik, Kilolonlik, Bog'istonlik shu atroflik. Butun rishtonliklarga bir boshqacha xizmat qilaylik 2026 Muslimxon bir obzor qiling deyishdi. Yetib keldim. Hurmatli obunachilar, kirorishlarni ham boshqacha qilib qo'yishibdi. Uzun gilamlar, rakvinalari, o'zi Bek to'yxonasi bag'i ochiq. Ichkarisini bitta ko'rsatay. Bek to'yxonasini obzor qilamiz. Muncha qorong'i bu to'yxona. Bek to'yxonasi 2026 ga shu darajada o'zgarib ketdimi? Hurmatli obunachilar, hurmatli rishtonlar, ustol-ustullari hammasi yangisidan, gilamlari, kelin-kuyov sahnalari, lustralari, sveta muzikalari, hammasi ichida Muslimxon. Atrofga qaraganda eng arzoni deyishyapti. Hurmatli obunachilar, 2026 ga to'y qiladigan rishtonli obunachilarga idish tovoqlarni ham eng sifatlisidan, eng zo'rlarini olib kelib qo'ydim deyishyapti. Aka bir komplet olib keldik desam, hammasiga bir xil qilib olib kelib qo'ydim Muslimxon deyishyapti. Korobkalari turibdi. Hurmatli obunachilar, hurmatli rishtonliklar, 2026 Bek to'yxonasida to'y qilaman degan rishtonlik obunachilarga tashab, bu videoni rishtonlik hamma Telegram kanallariga tashlash imkoniyati ham bor. Rishtonimizda yana bir yangi to'yxona ish faoliyatini boshladi. Hurmatli obunachilar, hurmatli rishtonliklar, Muslimxon ayting 700 ta odamga javob joy qilib beraman deyishyapti. Hurmatli rishtonliklar, hurmatli Rishton obzor jamoasini kuzatadigan Bek to'yxonasida to'y qilmoqchi bo'lsangiz, ushbu raqamlarga aloqaga chiqib joylar band qilish imkoniyati bor. Dehqonobod mahalla MFSi, Kilolon mahallasi. O'zi Kilolonliklar juda yaxshi biladi. Bir kommentariyaga bir fikrlaringizni qoldirib, shu to'yxona haqida bir aql-baqa tashab qo'yish imkoniyatlari bor. Kilolonda ham men o'zimning shaxsiy fikrim qanday 2